Ya Allah nemişti? Davutga unda qilma. Nemanda getol turib o'tin sizlar. Aman işiniz ağırsın. Unda qilma Davut. Siz meni getimni anglamaysiz. To'g'ri so'zlab og'zimdan bir qat terib to'yilib ketdi. Anladingizmi? Men hozir nayiga shiringa boraman. Unda qilma. Sizlar shu moymo yoki meni ishim moymo. Yurtiring. Şahcan, namandiga bu eski gap qilib qo'ygan bo'lsin. Yurtiring deyman, yurtiring. Hayda. Şahcan. Asta. Fatima, sizlarni eli qarshim turtira, nima qildi bu? Tez qaytdimisa? Eli atikalar qig'il ketdi. Ma'lab yurdi. Bu yerda shuncha ko'p doim ishlarni boshqaradigan odam yo'qmi? Şahcan, sizning so'tdashligini bundaq desangiz bo'lmaydi. Aygün, maşinada tushing. Şahcan yig'inga borar ekan, qizingizga ta'sir etmasin. Qanday getingiz bo'lsa, gidang, ha? Siz boshqarolmaysiz. Qani, tushing. Men endi qanday qildirmay turing. Sochi Hashimqam birdan qaytib keladi. Hey? Hayda. Hey, Aygün, ko'rsiz. Voy. Aygün. Hey. Aygül. Aygün. Sochi Hashimqam qaytib keldi. Hashimqam, menga tutarchilik qilib qo'ying. Nima ish qilyapti? O'ldirmaysizlar, o'ldirmang. Ismoil. Sana nima ish bo'ldi? Erim meni o'ltirayotman deydi. Nima ishqa? O meni sen tug'mas hechir deydi. Bu ishinde sizni o'ldirmoqchi bo'ldim, ha? O hozir yosh bir cho'kkanni tepib oldi. Hadi sizlar xetini ol deydi. Onamsan meni urdi. Qo'liga palto ilib chapaman deb qo'g'ladi. Qechib bo'yga kelib yezi boshlig'ini izlasam, uning qari bo'lmadi. O erimga yon bosdi. Nima ishqa? Erim yog'ochchi. O yez boshlig'iga bir jirish uy hozir yasab bergan. Bilamsiz. Nikah masalasi bir qadar murakkab. Tekshirib aniqlab, ondan bir taraf qilamiz. Hozircha qaytib turing. Bo'lamdi. Yuring. Men xasta qilmadim. Gerek yok.
Yana başka işleriniz var mı? Yana bir gapni unutuptum men. Erimden man ötüp ketken şallak adam. 2 yılның aldıda o burun xotunu haydip etip meni algan edi. Mana emdi o yana meni öyden çıkarıp başka bir yaş çokan bilen toy qilmoqchi bulup atıdı. Devletin nikah kanunu var. Toy kılış ajrashishda rasmiyat bejirildi. Xonligini qildigan ish yo'q. Deganlarimning hammasi rost gap. Ishonmasangiz bir kelki qo'shnilarda so'rab beqing. O işkinci kentdeki yağaşınaman 2 yılның aldıda Rozxan isimlik ayol bilen toy qilgan. Biroq 1 yildan keyin Aygülni algan. Ha? Zaman ajrash rasmiyati bejirmayla Aygül bilan toy qilgan ekan. Yez kadrlarimizning deyişçe tizimlikli yo'qkan. Tekshirib ko'rsam rostli yo'qkan. Unda bo'lsa, hozirla namani uy berib, ishkirlab tekshirib boqayli. Ey, Ahmadjon, tekshirma. Tekshirma. Ey. Haşimqa, bizga qachon motosiklet ip berdikan? Motosiklet yenge may ketidi. Asırmı olmaydi, may degan qimmat. Yez yo'llari egispas qumliq. Bizning bu yerga yana ot Endi muammar. bir umr ot minib o'tdirakmizda. Hech qilma. Aygül'den bormi? Ha, u yo'q. U ajran xotini shu topdan alad saranglik yuraydigan tam. Ha, qizq. O'kirma. Birdan o'tirib ketgan. Shirg'a. Uyda chimanda o'qiramiz qisma. Kirib ketdikmi? Endi qaytib ketaylik. Keyin o'zi bilan ko'rishaman. Ay, nima qildiraysiz? Sizga deydigan gapim bor. Keling. Her günü xayolimda ketmaysiz. Sizning dardingizda savdoyi bo'lib qolay dedim. Bir kundan keyin sizdan emrimga olaman. Voy, nima qilmoqchi? Meni qo'yib To'xta. Meni qo'yib Haşimqa. Voy. Nima qilmoqchisiz? Men qasddan qilmadim. Hech qisi yo'q. Bu yerda nima ish qilyapsiz? Uy kiramadim. Naman ishni taqyapti. Biz bu sizlarni uyga mangan. Jiring. Chiq. Naman! İşinaş! Naman! İşinaş! Mana. Mana hazır. Mana. Neymiş qat işinaca uzundaş to'g'ri. Kirib qarab beqing. İşten beğen boşap gitti. Ben uxlayda turuyordum. Köyüne gömüş islip gitti. Tushimda birisi bilan urushdi men. Shuning bilan ko'nglim yirtilib. Uxlamay tush ko'ribsan da. Qanaqa degan gap bu? Mana. Naman. Qaysi yil ajrashqansan? Qaysi qitim qism deysiz? 2 yilning oldida Rozxan bilan ajrashqanda rasmiyat o'tganmisan? Nega o'tdingmi? Yezdilar hukumatga. O men bilan urushib kelib, otasini uyga yomonlab ketganmidi? Shuning bilan rasmiyat deganimi o'tmagan. Endi sen o'tgan yili to'yqita og'ilib olganda yez kadrlari sendan ajrashqanlik isbot so'ramadimi? So'rdi. Menda yo'qdi dedim. Yezdan to'yqit kesmadi. Ammo siz yez boshlig'i Davudkamga yolvordim. U yez kadrlarga gap qildi, ular bejirib berdi.
Ekrem, bu yerda nima qilib yuribsan? Bu yerda tursan-ku. Apangni eslab qoldingmi? Nima ish qilib maktabga bormiding? Ha, bolam. Dadam, maktabda o'qisang pul ketadi. O'qiganning foydasi yo'q, uningdan ko'ra. Qo'y baq dedi. Bala. Ko'nglingni yerim qilma. Cho'qim o'qishing kerak. Ben seni apırıp koyayım. Aka, gepini anlayman. Kelerki mevsimde balını çokum mektepki öğretti ben. Yok, öğretili mektepki basın. O pulunu hazırca okuş pulu tapşırıp durgun. Öğreti bazar verip balığı boğça tepek kılım etmegin ha? Rahmet aka. Hey, bir tıkan akuk turukluk tekellüpnün demiş şey. Mana bu isbotlarga asoslanganda Naman shak shubsizki qo'shni nikahlik bo'lish jinoyat o'tkazgan. Uning ayollarni xo'rlash jinoyatini qo'shib hisob edishimiz kerak. Naman Davşanjang bilan yaqin o'tdi. Ehtimol u Davşanjangni orqa salam ekan. Nima? Qo'shni nikahlik bo'lish jinoyat o'tkazdi? Janobi sotchi, ajaba siz o ikkisini ayirib etib asl dilli ko'ngli bo'lmagan odamni chetib qo'yay demsiz? Teşhir ispatlandiki Naman qo'shni nikahlik bo'lib jinoiy ishlar qonuniga xiloflik qilgan. Bo'ldi. Sizning qanday qilamiz? Acaba uni tutib qonun bo'yicha bir taraf qilgan gapmi? Shunday bo'lishi mumkin. Avval Noila xalq sud mahkamasiga yo'llaymiz. Sizlardek ish qiladigan bo'lsa, yezimizning ishlari qalaymi qilish ketmamdi. Tazimi bir. Hey Şanjang, bu ishni taqib so'zlish bo'lmadi-ku. Sirt qildigan bo'yimishim bor. Menga so'zlashayli. Hay, ular chiqdi. Omma uchun haqiqatan ba'zi yaxshi ishlarni qilib berdingiz. Masalan, qonunni umumlashtirish deganda kurslarni ochdingiz. Bularni men qo'llab keldim. Biroq menga yordam qildim deb ba'zi ovorchiliklarni keltirdingiz emasmi? Nima? Ovorchilik? Ba'zi dehqonlar yurtlarini tashlab sirtlarga chiqsa, ularga oila bisatlarini berish rasmiyatini bajarib berdingiz. Aslida bizning bu yer nihoyat tinish edi. Kadrlar bilan ammo intayin yavaş gapanglaydi. Jamiyat tartibi normal edi. Burun sud bir taraf qiladigan delolar nihoyat oz edi. Biroq siz kelgandan keyin delolar kundan kunga ko'payib ketdi. Jidal majralar besqimay tartib qalaymi qilishib ketdi. Mushundaq bo'laversa, yezimiz universal tuzashda o'lchamga yetamdi. Agar biz qonunga xilof bo'ladigan har bir ishga ahamiyat bermasak, qonun bo'yicha tuzmasak, delo texmi ko'payib, texmi murakkablashib ketadi. Tartib texmi qalaymi qilishidi. Bo'ldi. Og'zingizni upurtib, menga dars o'tmasangizmi bo'ladi. Siz yezimizning sud kollegiya boshliq bo'lgandan keyin hamma yerda yezimizni o'ylashingiz, rektorlikning yukini yengiltishingiz kerak, shundaqmi? Shongjang, biz qilayotgan nurg'un xizmatlar dal mush maqsadda ham shundoq qilyapmiz. Shongjang, o'rmonchilik punktidagi yo'ldoshlar taqdirlash yig'ini ichingizni saqlab turg'ili xeli bo'ldi. Mashinamo tayyor. Bo'ladi, hozirlab boraman. Shongjang, bu diloqdagi ifoda bildirmadingizmi? O'zingiz bilib bir taraf qilmamsiz. Hashimqa, Namanning qo'shni nikahlik bo'lish jinoyati haqidagi dokladni qanday qilamiz? Yuqoriga yo'llaymiz. Darhol yo'llaylik, jiringlar. Şamcan. Kime? Kire. Icazırına geldim. Kire. Ekranlar. Bununla. Pembeler. Pembeler ekranlar. Anarxan, qandaqkan? Mana bu hunar gul keltirib turdanlar. Men haqning atini berib etdim. Yağış özlemden. Yüner kolunda kildiğe iş tursa. Bana ala 800 koy. Ola. Bunu mu koyalım? Fonda kısa bulan da. Buldu.
Keyin ishkami bilan yeziq usulini ahatigichlar tuttirib ekib beraman shunday. Bo'ladi. Bo'lmasa ish chataqtaq qiladi. Nem bo'ldi Naman? Uyingda bir ish bo'ldimi? Naman, bundaq yig'lig'ida zadi nima ish bo'ldi? Hoshim taraf-tarafga odam evatib meni tekshiryapti. Ben sana deyishga, u to'liq tutib tagidek meni kesim-kesimdan bo'lsa qanaqa qilaman endi Shohjon? Men turg'ayat nimada qo'qsa? Ular ahvolni bilmaydi. Vaqt chiqarib boshimga deb qo'ysammi bo'ladi-ku. Ha, bo'ldi. Qo'ydishimizga Allohingizga rahmat Shohjon. Rahmat. Naman, ma'mamsa, mening yana qiladigan ishlarim bor. Mana. Ahmetning ufusiga o'xshab turdi-ku. Shu, Ahmadsinjani ufusi. Pasport ishini qilib pul topadi. Qara seni, akang beyib ketdi. Motosikletmi ilyapti. Biroq sen-chi, ishlaysan degan gap bor. Japaga chidab ishlasang, ro'naq topasan. Men go babkaning mo'kisida jin turmay ishlayapman. Bu japalik emgak emasmi? Akam deyib ketdi. Biroq o'z emgagiga tayinib emas. Acep bir gap qildi. Anlasam bu atrofdagi kentlarda nurg'un dehqonlarning uyida qosh tishi bor ekan. Qosh tishi? Bu yerlar sapli qumliq tursa, nada qosh tishi bo'lsin? Madaniyat inqilobi mezgilida riyad kentlardan nurg'un odam taqqa o'rib suv ombiri yasgan ekan. Bir qatim tog' jismlari serilib tushib, nurg'un qosh tishi tushgan ekan. Sizlarning yezdagi bir bovoy qo'tazga otib bir necha qalti akyapti ekan. Bu ishni xabaringiz yo'qmi? Ha, anlagandim. Bovoyning bolasi shu qosh tashlarni olib berib 50 necha ming ko'k chekdimi? 50 necha ming ko'k? U odamning ismi nima ekan? Ahmad deydi. Ha? Yezi boshliqkan bu. Ahmet degan shu odam tanimsiz? Tanımayman. Oblastlik Qoshtish o'yimchilik zavodidagi arxivlar ichidan topdim. Bu atrofda Qoshtish yana bor deb anglab keldim. Bundaq endi. Oy. Gepimga quloq solinglar. Qaytgandan keyin sizlar cho'qim o'rmon balvoqlarini obdan boshqaringlar. Bo'lmas ko'rgansizlar. Bugun masha degan go'shtga o'xshash sizlarni mujavitlar. Hey, bu kimning eshigi? Kimning eshigi bu? Ha? Kimning eshigi? Mening. Bu mening eshigimda. Eshakni daraxtga bog'lab qo'yib bo'lmaydiganligini bilmasa, daraxtni g'ajivasi qurib ketadi, anladingmi? Kelar qatim tutib olsam, jarima olaman. Chiqsa ket. Ma'qul, bunday ekan diqqat qilay. Sen o'zingni yezi qodirmandan sen texi nega basang yeb to'ymaydigan, ko'rgan narsani yeb qo'ymaydigan. Balam, nemiş tamaq yemaysa? Bir necha kundan beri nim bo'ldi kim tang bola jimg'ur bo'lib oldi. Tadı turib ko'ngil bo'lmaysiz. Balam, nem bo'ldi? Kent kadrlarga qaytib qoldingmi? Sizga. Menga? Men nem qilibman? Dada. Naili sot mahkamasiga rahbarlar necha qitim seni nayi o'tkazib ketimiz desa, sen unutmabsan-ku. Shundoq deyishgan. Nemishki bu qulluqni qilib qolasan? Balam, men mush yerda tug'ilib o'sgan. Bu yerdagi nurg'un ishlar menga muhtoj. Sening ishing bo'lgani bilan men-chi to'liq o'tirni bitirgandan keyin qiladigan ish yo'q. Kun bo'yi etizda emgak qilaman. Boshqalar meni ko'z qilmaydi. Bu balığı ne oldu? Siz kun bo'yi dilo bichirib xizmatli qilasiz. Balamiz 20 yoshga kirib qoldi. Uni o'ylab qo'ying. Esingizda-da, siz 20 yosh vaqtingizda men bilan to'y qilgan edingiz. Biroq balamizning hozirgacha loyiqi yo'q teki.
Tillaxan, teşikma. Oy, Şangcan ketdi go. Haşim, Şangcan Haşim ketdi. axun. O, Davudka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ha, bu yerden ötüp ketip ataptım. Bir iş doğruluk siz öyle görüşüp geçelim. Yaxshi bo'pti. Qani, Ha, bo'ladi. Demakchimanki, namanning ishini yezli qattiq bir taraf qilib bersa qandaq. Nemali bo'lmasin, o bir hunarvan qo'lidan ish keladi. Loyilik sud bu deloga intayin ahamiyat beryotidi. Bo'ladi. Yo'qirg'i men mang'ay. Moyimi, sizlar yezli sud kollegiyasi. Bizning yezliq sud kollegiyasiga yo'ldoshlarmi shunday qarashda? Menimcha, gap sizda sud kollegiyasining boshlig'ida. Men shunday qarashda. Shangjan, hozir kim orig'i tushgan bilanmi kechikdi? O'tamsa. Shangjan, Davudka, Davud Shangjan. Haşim, Şangcanның fikrini mi o'ynab biqishimiz kerak edi. Tarsal qilishdan nima aytdi? Sen mi tushunmamsan? Ben hiç çıkamadım. Beni tutsana babaydı. Beni tutsana babaydı. Dağıtacak beni. Dağıtacak beni. Dağıtacak beni. Aka, bizning qiyinchiligimizni sen mi bilirsen? Öyle. Bu pulni almayman. Bu pul yetmeydi. Nima? Qanchalik olmoq istiyorsun? 2 tuman. 2 tumanla. Nima? Uxlamay tush ko'rib o'tamsan, nima? Ha? Sen bu pulni yerda unib chiqdi deb o'ylab o'tamsan. Ota-onamizdan kichik qoldik. Mushtak chig'imdan tortib cho'ng qildim. Uy o'choqli qilib qo'ydim. Men go pat-patsini yo'qlab turolmadim. Har qatim kaginingda 20-30 kilogram alkol, 40-50 koydum pul o'tirdim men go. Shuningmi shukr qilmamsan? Bununla göz yummayman. Ömür boyu senden minnettarman. Biroq mening o'ylaydiganim, Ha, nima? Dadamdan qolgan narsalardan menga tegishligini yo'q, mirosdan. Nima? Mirosning nimaligini bilamsan? Burun bilmaydim. Qonunni umumlashtirish tarbiyasini anlab, mirosning nimaligini bildim. Aka, qara, bu qonun qo'llanmasida aniq yozilibdi. Ha, mana. Bo'ldi, ko'rmayman. Bo'pti, sana yuz qo'yib beray. Berib ishingni qil. Biz degan bir qo'saq ak ufka, boshqalarning yolg'on gaplariga ishonma, ha? Mening ishim bor-ku, men beray. Aka, sen O'zingcha bir ishlarni o'ylab ketma. Bo'ldi, mening ishim aldirash. Mana, qayt ishingni qil. usulni chiroyli o'ynaydi ekan. O'zimi chiroyli qizga. Sen qizchaqlaringda uningdan chiroyliqding. Men unchalik chiroyli emasdim. Undaq dema. O qizning hozirgi turqidimi chiroyliqdi? Sizcha Muşundaq şerin şeker gaplaringiz bilan ko'nglimni utib olsiz.
yurttaşlar, hammamiz birlikte oynaylik. Qani yoshlar, o'ynamamsizlar. Rafa, birga o'ynaylik. Yenzimizning bu ishdan sirt san'at umiga, Abdumro'yla san'at umigida qilishmaydi-da. Ha, qo'shamsa, ha, qo'shamsa. Ha, kim qo'shamsa? Voy! Mening motosikletim yo'q-ku. Ay, mening motosikletim yo'q-ku. Kimni izlaysizlar? Darvaqa, sen o'g'irlab ekansan-da. Balokas qarindoshdan degandek. O'g'irlamadim. Bu akamning motosikleti. Men uyga kelib oldim. Yolg'on so'z nima? Pakit turibdi. Yana ixrob bo'lmamsan, uni sochxonaga olib ola. Hop. Men o'g'irlamadim. Meni nima ish qilibsizlar? Bu akamning motosikleti tutibdi. Ha? Acayip yaraştı. Saleh, bunu dadanga tikdim. Endi men kiyib baqa dedim shu. Soğuk, konlukta şivirgan çıkıp durdu. Dadan daim sırtı yürüydü. Shundoq, bundaq qisiqchilikka faqat dadamga loyiq. Sanat akıtı katlaşıp, sana tül çıkıp gep durup baksana. Kim? Kirim. Ha, men. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani o'tiring. Motosikletni o'g'irliga odamni tutibsizlar, ha? Har ikkitinglar tez o'tdi. Biroq bu o'g'ri ixro qilmayotdi. Pozitsiyasi intayin nachar. Necha qatim so'roq qildik, jinoyatini ixro qilmadi. Yana tek siz bilan ko'rishman deb turib oldi. Ha? Ama ko'rishib baqay. Dadamdan qolgan besatda meningmi bir o'lish haqqim bor. Akam bermedi. Amalsiz o'zim qo'l soldim. Ariznamani nayt aniq yozib ekansan. Bizga topshirsang hal bo'lmabdi. Qaramlik qilsang o'zing foydasiz. Sizni izlab barsam yo'qkansiz. Ağınım yolluk oldu deb o'ylabdim. Sening yolluk bo'lsa-mu bunda qilmasang kerakdi. Bo'ldi. Tashxona boshlig'i deb qo'yay. Sen qaytib turg'in. Ha? Davuşacağım! Toxta! Yetiştim. Davuşacağım! Hey Ahmet! Nima ish oldu? Buncha oldirib. Nima degan xatarlik? Ağzınızı qo'lishib araya yetiştim. Jiddiy ish bo'lsa-mu, bunda qaramlik qilsang bo'lmaydi-da. Tas qolding-da. Bu yoq kelgan. Bak ish. Başım soçu dadam beqagan aşı bir neçe halt kaç teşini qatıq sürüştü qılıvatıdı. Hadisim marastı, yeza, kenet arlap, meni tekşirivatıdı. Aşım degan zati nima qilmoqchi ekan? Ishlab chiqarishning aldirash vaqtida miras deganni ko'tarib chiqindi qarmamdigan. Mundaq bo'lsin, sen xizmatingni ishla. Aşimga o'zim gap qilib qo'yay. Bo'lamdi. Ha? Malum elib qo'ldan ketay davasa, xotirjam ishlayalandim Shahja. Xotirjam bo'l, men Bir necha kunlik tekshirish orqali ahvol aniqlandi. Ahmadning dadasi Iminaxon 66-yili tog'dan 3 xalt qashlish etgan. U jon uzish oldida qashlishni 2 balasi qoldirgan. Taxminan 7-800 kilogramm kela. Keyin aks qashlishni oblastlik qashlish o'yinchilik zavodiga tekpagan. Qasas bormi? Va biz oblastlik qashlish o'yinchilik zavodiga berib 4 yilning oldida Ahmad tekpagan qashlishning tanini sotib, jami 52 ming qo'yib ketibdi. Mana deganlaringiz bilan bu qo'llanmadigilarni tushunaman. Mening demoqchi bo'g'inim, oku kishisini murassa qilib kelishtirgil bo'lamdi yo'q. Masalan, okisi
ukisiga 5000 koy berib, bir qitimdila ishni tugatsa. Biroq ukisi 20 ming koy olaman deyotdi. Endi sizlar xizmat ishlab boqmamsizlar. Bo'ladi. Men avval tirishib, kelishtirib baqay. Ey! 30 kor xumsi. Kichigimda bek cho'qib qo'ysam, amdilikda mirosda ovoz qilib turdingmi? Sendek ufkam yo'q mening. Yo'qol. Bundaq da'vo qilib tursang, buningdagi kentkilarning oldida kepim o'tamdi. Dadamda qolgan miros ikkimizga taalluq tursa, menga tegishlikini bermeding. Yana meni uramsan? Sen banditmisan ya? Nima? Men sening akang. Seni boshqa huquqim bor. Urmay seni. Mana. Aka. Ey! Voy. Nima? Sen texe mana qo'l yondirib o'tamsan? Men seni urib o'ltirmaydigan bo'lsam. Ey! Ben seni urib o'ltirmaydigan bo'lsam mana. Mana sen. Qo'lon tot. Hashimka, menga otadochilik qilin, ha? Akam nimishga menga shunday qildi? Qo'rqmang, buni sud adil bir taraf qiladi. Nima qilganlar bu? O'zinglarni bilsanglar. Bugun biz oranglardagi miras mojarosini sotning sirtida murassa qilib kelishtirgil keldik. Murassa? Uningga bir tiyma bermayman. Meni unda afkam yo'q. Emas Sunjan, hayajonlanib ketmang. Bu qonuniy javobgarligi bor ish. Uning bilan adajuda bo'ldim. Ko'zimda yo'qolsin. Bo'ldi. Gap qilishning o'rni qolmadi. Murassani rad qildi. Jiringlar. Biz keskin ish ko'rib, sud nomida mirosni majburiy taqdim beraylik. Bunda qilish qiyin bo'larmikin? Davshonjon o'tirib chiqib to'sishi mumkin. Meki-mekida qo'rqib, karimiz bo'lmay tashlab qo'ymizmi? Ha? Ey, daqiqanglar. Shangjan kimning gapini bakanlaydi? Xotinining gapidan chiqmaydi. Buni yezliklarning hammasi biladi. Amaliyotda Shangjan muavin hokim Sidiqdan da qo'rqidi. U hozir Noylik siyosiy qonun komitetining shujasi bizni cho'qim qo'llaydi. To'g'ri. Ati Noyig berib, bu diloni ma'lum qilaylik. Qanday gap bu? Ahmad nima deb ukisiga 20 ming koy berdi? Bunda qilsanglar kent kadrlarining aktivchanligiga so'g'ib so'z sepgan bo'lasizlar. Bizning xizmat ishlashimiz qiyin bo'ladi. Buni munosabatli qonun belgilamalariga asosan bekitdik. Qani tomosha cheking. Rahmat, chekmayman. Buningda cho'qim bir o'yin bor. Bu ishni qanday qilmoqchi bo'lasizlar? Aras. Bu Sidiq Shojining tasdiqi. Sizni mi tilg'atdi? Qonun bo'yicha ish qilib darhol ijro qilinsin. Huquqiga tayanib xalqni besishga qat'iy bo'lmaydi. Taqir yezning rahbarlari hamkorlashib ijro qilsin. Ehtiyot qilinglar. Asta. Buni atarisiga, buni ishgarimizga besinglar. Bu motosiklet senin bo'ldi.
12.500 koy naq bol. Başqa narsalarni pulga sindırganda 7.5 koy bo'ldi. Sana dadangdan qolgan mirosdan jami 20.000 koy tegdi. Hükümetke rahmet. Kanun adillik. Kanun boyunca etkanda bu sana tegishlik. Biroq qeyrindoshlik nuqtasini aytganda yana o'yinni biqishing kerak. Faqat o'ylamabdi ekanman. 20.000 koy shuncha jiq pul ketdi. Motosiklet bana gerek emez. Özan menikin. Bu 5.000 koyunu sana vereyim. Neresi olan? Örüldü. Kenala. Ha, şapırın tutuydu. Hey! Nima adamsizlar? Yo'l bo'yidagi daraxtni kesishga nima addinglar? Kim sizlarni kesdi? Yezning belgilamasini bilmaysizlar? Bir tut daraxt kesse 300 yuan jarima qo'yildi. Yani 50 tüp ko'chat tikidi. Musa, bularning ismlarini bir-birlab yezilib, ularni yezliq hukumatga beringlar. To'xtanglar. Shangjan, bu daraxtni men kestirdim. Sen? Nimaga kestirding? Men o'z olmoqchi edim. Bu daraxtni qirib ketibdi, shuni kesdim. Menda o'rmon boshqarish punktining ruxsat xatimi bor. Onun ustiga kent boshlig'imi qo'shildi. Nima deb jo'layapsan? O'rmon balvoqlari qumbiranni to'sdi. Har qanday odamning kesishga ruxsat yo'q. Ben cho'qim o'g'irlik shikastim. Siz jo'layapsiz. Shangjonga mushundaq deb qilibsa, u shuni qilib O meni o'g'irlik kesdi deganki shunday demaydi, deyman. Nima qilmoqchisan? Uning qo'lida paltin topilinglar. O meni paltim tursa, nimadan sizlarga beraman? Paltin tashla deyman. Tashla deyman. Ekkiler paltini. Paltin tashla. Paltini verme. Paltini meniki tursa. Nima qarab tursa? Uni bog'langlar. Meni qo'yib to'la deyman. Meni qo'yib to'la. Meni qo'yib to'la. Meni demişki bağlaysizlar, ha? Bağlanlar. Sizlar bandit mi, ha? Sizlar bandit misizlar? Ha? Meni qo'yib to'la deyapti be. Uni yezliq hukumatga olib beringlar. Shangjan, çatak bo'ldi. Erki yeme içme qarab o'ltirdi, qanday qilamiz? U oshq e'lon qilib meni qo'rqatmoqchimikan? Sirtda bir muncha diqqatlar to'plashib ketmayotdi. Nima qilmoqchikan? Shimka, tamoq yemsan qanday qiladi, ha? Kela.
Yigine. Bu ısıqlarni öyden əkeldim. Asma örilib tushimi qo'saq to'q bo'lsa tik tura olaysan. Hashimka. Davudning ustidan arz qilaman. Men darsingizni angladim. Qonun savatlarini o'rgandim. Uning meni bog'lab, savab qo'yishi qonunga xilof-ku. Sizningcha arz qilsam aqammi, ha? Nima desam bo'la? Erkin. Her bir fuqarada bu huquq bo'ladi. Hani mabda. Erkin aşkıyla qıptı. Allah ezelden yuvaş yumşak edi. Emdilikte özgürüp gep anlamaz bolup aldı. Siz amal kılıp ulanı takıp ketkizip ettim. İş jo'ngiyib, çatak çıkmış o yana. Yaxshi gap qilib nasihat qildim. Faqat amal bo'lmadi. Haşim, siz çıkıp gep qilib bakmamsiz. Bu qiyin ish. Bo'pti, sinab baqay. Köpçülük, geç. Köpçülük, gepimni anlanglar. Erkin ahvoli hozir nihoyatda yaxshi. Yezdan uningga yotgan köpə ashdan akirpadi. Xuddi mehmonxonada turgandek turyotidi. Hozir kech o'tib ketdi. Yurtdoshlar, sizlar qaytib ketinglar. Ati yana ish chiqsa emasmi? Qaytib ketinglar. Qaytib ketinglar. Erkin Ay, Haşim Axunsochi dedi o. Yana nima ishelmay qarab turibsizlar? Ketayli. Bo'ldi, ketayli. Ish bo'lmaydi. Ha, yuringlar. Ketayli, yuringlar. Ha, yuringlar. Qaytaylar, kechib ketdi. Yurtdoshlar, xotirga bo'lib qaytib ketinglar. Qarang, qo'yiq o'sgan bu o'rmon balvoqlari qum bo'ronini qattiq to'sib turyotidi. Bu yana yeshillik aylanish ko'lami uzluksiz kengayotidi. Yezimiz tavasidagi terilg'u yerlar 30 ming mo'g'a yetdi. Bularni men butun ezgi amalarni boshlab 10 yil jafoliq ishlash orqali o'zgartgan. Bularni ko'rib turayotgansiz deyman. Shundoq. Shunga dehqonlar sizni Davud o'rmanda bo'lgan emasmi? Hashim uka, men bu ishlarni fuqarolar meni maqtab madilisun deb qilmagan. Bu yana qiyofatini o'zgartirish uchun ishlayman. Dehqonlar namoratlikdan qutulib bilsin deyman. Biz to'liqsiz o'tirdilar birga o'qigan savoddosh. Siz doim meni hurmatlab Davud aka deb chaqiratdingiz. Men sizga xuddi o'z qarindishimdek muomala qilatdim. Biroq siz so'tchi bo'lgandan buyon biroq o'zgardingiz. Bugun birsini so'tlasangiz, atsi yana birsining adini bersiz. Moshunda qilib dehqonlar gapimiz kirmaydigan gadankash bo'lib oldi. Moshunda bo'laversa, yez boshlig'i turmanmi yo'q? Xizmatni qanday ishlayman? Men sizni bu yerga chaqirtishim, zodi qanday o'y xiyollaringizning borlig'ini so'rab beqish uchundir. Menga deb bera olamsiz. Hey, nimalarni xotirlayapsiz? O'zimcha bir narsani yetib, odatlanib qolibman. Davudka, siz bir yezning boshlig'i. Bu yerda sizning huquqingiz hammadan cho'ng. Kim bo'ysunmasa, rahbarlik qarshi turgan bo'ladi. Qanday qilgingiz kelsa shunday qilasiz. Biroq shuni unutmangki, mayli qanday odam bo'ling, qanday xizmat ishlang, davlatning qonun farmonlariga qat'iy amal qilishingiz kerak. Siz dehqonlarni boshlab qumliqni bo'stonliqqa o'zgartdingiz. Shunga butun yuz xalqi sizni hurmatlaydi. Biroq tashban bodab qonunga amal qilmasangiz, xiloflik qilsangiz bo'lmaydi. Menga bunda qalpoqni cho'ngini kiygizmang. Men davlat tarbiyalab o'stirgan kadr. Yaxshi yomonni farq etalayman. Bolada burunqini demayli qo'yay. O'lishgunga ish kelsak, erkini bog'lashga sizning nima huquqingiz bor? Uning xato bo'lsa, soqchixona bilan biz bir taraf qilishimiz kerak-ku Davudka. Bo'ldi. Menga tanbih bersin deb chaqirib kelmadim sizni. Men sizga deb qo'yay. Yana moshunda qilaversangiz, yuqoriga iltimos sunib, sizni bu yerdan yo'tkitib o'taman. Memlekatga yetarsiz. Biroq tashkiliyada bir sochini evatidi. Uni o'xshashlar qonun bo'yicha ish qiladi. Bo'ldi. Unda quruq gaplaringizni olashga cho'lab yo'q. Davud Changjan, saningizga sep qo'yay. Erkin shikoyat qildi. Sud kollegiyamiz 6-oyning 25-kun sud etishni qaror qildi.
Fotochilik. Fotochilik. Dao Shangjang javob berib qopti. Ha, shundoqmi? Qaranglar, keldi. Ha, mana yaxshimisan? Yaxshimisan? Hozir Talqir Ezli xalq sud kollegi sud echib da'vogar Erkinning javobgar Davud ustidan qilgan shikoyat qaror chiqildi. Isming Erkin. Yeshing 30 yosh. Kasbing dehqon. Adresing 7-kent 4-ko'cha 27-nomerlik uy. Javobgarning ism familiyasi. Javobgar, sizdan so'rayapman. Javobgar, sizdan so'rayapman. Men yezi boshlig'i Davud. Kunni salomlashib, birga ishlaymiz. Ajaba bilmansiz? Mayli siz nimali bo'ling? Hozir javobgar o'rinda turibsiz. Bu sotning tartibi. Har qanday fuqaro bo'ysunishi kerak. Javobgar, o'tiring. yili 6-ayning 25 kuni Taqrizliq sud kollegiyasi birinchi qatim sud echib, fuqaroning amaldor ustidan qilgan arzini qarab chiqdi. Sürlik yezi boshlig'i javobgar munbiriga chiqarilib, birinchi qatim bir dehqonga noma'qul bo'lib kechirim so'radi. Bu ish tezlikda butun yezi noyiga tarqaldi. Viloyat oblastlarini darsiga keltirdi. Hashimka, ammo bu dilon yaxshi ishlandi deyishdi. Yaxshi-ku. Davudkanning ideyasini o'tmay, haydab yurarmi? Undaq olmaydi. U ko'ngli tez, og'zi ishtik odam. Uning bilan birga ishlaganimga 20 yil bo'lib qoldi. Ahnoqni farq etalaydi. Hey, Davudxon. Mushi bir necha kundan beri nim bo'ldingiz? Hajab kitobni unutib ketdingiz. Qaraganda qonun o'rganmasam bo'lmagadek. Buningdagi qonun moddalarini o'qigan sari Hashimning qilganlarining to'g'ri ekanligini his qilyapman. Yezidagi kadrlarning hammasi berib Hashim sochining qonun haqidagi darsini angladi. Sizlar bormidingiz? Toza aqli tushtinkin degandek. Bira ish bilan meni izlab kelganmidingiz? Nima ishga gap qilmaysiz? Faqat ish bosli kelib bo'lmiz kelmandim. Ko'rishmagili xili kunlar bo'ldi. Sizni ko'rgim keldi. Keldim. Örgül, sizni yaxshi ko'raman. Sizni rostli yaxshi ko'raman. Yo'q, hozircha bunda qilsak bo'lmaydi. Nima bo'ldi? Nima ish bo'ldi? Mening o'ylaydiganim, siz rasmiy xizmatga o'rinlashsangiz yoki shaharga yetkazib borgandan keyin. Örgül. 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 Ha? Örgül. Ne görsiz? Uyga qaytaman. Siz nega mangdingiz? Su punktinin mashinasi buzilib qoldi ekan. Punkt boshlig'i meni zapta takka deb evatdi.
Uyunuz kum dövüllerin o tarafıda yol eski. Ben sizi apırıp koya bulamdı. Yo'q, rahmat, ishingiz kechikib qolmang. Geçişmeymem. Benim motosikletim tez mağdı. Hani çıkın. Yo'q, Çıkın. avara qiladigan bo'ldim. Ya. Eng nadir süzüklüki yuqori bo'lgan kino filmlar yanala danglik film salonida. Salon qo'shnomimiz danglik film. Yalqon! Azraq qutuna kirib bera. Oy, oğlum. Rətlik giyinsən, kelişkən, jigit top gidirkənsən go. Her kaç çıraylık yasnamasam mı? Bari bir dehqanda. Meni hiç kim yaratmaydı. Kim yaratmaydı ki? Mana men sana amrak. Sen amrak olsan neyim paytısı? Bala degenge anның iç köyüdü balam. Sanıcı, mərsligim keledi. Appa, xatni yazıp koydum. Selib etmey turğun, bu işini dadanğa məsləhət et bakay. Qaytıb geldiniz mi? Ekeme alay. Çay demlep koydum. Süpüda. Sel turib tamaq yeymiz. Dada, ben koyup vereyim. Oğlum çoğun optu. Bağa sıra akıl kırıp tuttu. Ayni çağda sizmi onunçilik vaqtыңızda bir balanın dadısı boğan. O mu çoğun boldu? Bildim. Çokum, şikinglarning manga deydigan gapinglar bor. Naydin jiroq bo'lgan bu qumliq izda ishlayotganingga 20 necha yil bo'ldi. Revmatizm keslang bor. Agar yuqoridan seni Rasul Nahiylik sud mahkamasiga yetkazsa, yo'q demay bag'in, ha? Nim bo'ldi? Bu tashkilning ishi. Sen aralashmasan bo'ladi. Sana kuyunib da'vatimi? Faqat menga kuyunib emasdi. Nima desang mayli. Biroq menim o'zingga o'xshash umr bo'yi mush qumliq tutursin demsan, sen agar shundoq bo'lsa, berib noyilik partikomdagi van shu jin topma. Ey? Yalqon! Ne varsa? Sen anlakamacı mı? Kaçıp gel! Kaçıp gel! Oldu mu? Balık bundaq vakır mısınız ço? Onun köngli parakende. Basıp almamdı. Tamak ya. Sen turib sizga deydigan gapim bor. Ana bola ishqinglar. Bugun zodi nima bo'ldinglar?
Ha, gila, kel, ensirme. Monument ağan bak. Ha, aka, yenge. Gila yalqın. Yalqını nemeden kapıp koysula, ha? O kişigidla, sırtladı kapılık tapdı. Öyle kelse yeni kapık sağla kanda kuludu, ha? Ah, şıllama balam. Oy, bir muncha narsalarni etmengapsiz. Safarga chiqdingizmi nima? Ha, yo'q, yenge, aka. Sizlar meni yo'lab keldinglar. Endilikda pul topdim. Javob qaytaray. Mana, qaranglar. Tuqqan tursak, nemancha qaytib ketasiz? Hey, akam doim sırt qatrab yuriydi. Bu oyoqni sana oldim. Bu atlasni yengemga atab oldim. Yana bak. Bu yalqınga ki baka yalqın. Bunu kiyib alsang qizchaqlar o'zila oldinga keladi. Hey, olim. Ha? Aja turibla pulni qo'yib ketibsan ku. Men ilqi pulni nereden topding? Manga rostunda. Aka, uyda saqlab kelayotgan ilqi bir parcha qash tishini sotdim. Sende qash tishi borligini men aja bilmaydi ekanman, ha? Kim sotding? Qancha pulga sotding? Hey, bo'ldilar. Bu uy sot emas bu. Ukangizga bunda qattiq gap qilmang. Keling, yuqoriga chiqing. Choy ichaylik. G'izo hazırlab pishidi. Yakun aytdi aniq, qash tishi emas, odatdagi tashkan. Bu baholash natijasi. Qash tishi hozir nerede? İşkiz koy kırak kılıp atarısı besip olimning uyiga akilib tashlab qo'ydim. Hozir uning uyida necha qatim borsam pulni qaytirib bermadi. Ustingdan arzi qilaman desam, u arzi qilsang qil. Akam yezning sotchisi deydi. Zavod qaytib borsam, zavod boshlig'i meni döt deb tillaydi. 8000 koy pulni to'laysan deydi. Shangjan, menga yordam qilsangiz. Shangjan, menga yordam qilsangiz bo'lmaydi. Agar deganlaringiz rost bo'lsa, mana men siz tarafda turib odil gap qilaman. Musa, hey, bu ishni yezliq sotqa qo'ygin. Rahmat Shangjan, ko'p rahmat Shangjan. Bu iniqni toshtirmamdi. Nemishqa qosh tishi deb sotsan? Aka, men aldamchilik qilmadim. Ular taşını kaç diş iken de 8000 koy bağ koyup seti oldu. Günah mende emesde. Oldu. Tekşirdim. Bir senden kaç diş bağ mı dep sorsa, onu öğük başlap gelip, sen yalga eti taşını kaç dişi dep setipsen. Kaç diş soğudu kaç dişini bilmişse, onu kandan kaç diş soğudu digilip olsun. Bu onun işi. Bana münasebetsiz. Kara. Bu hüccetten ait enik yazılgan. Eğer kaç dişi bulmuşsa, bunu aynen qaytırman. Mana bu senin imzayın turmamdı. Aka, o işte yardım kılıp, boldu kılıp etkin. Öyleme. Ben hazır, vazif icra kılıtman. Onu da o sotçu bir gem, kanda kıl deyse, ha? Aval, bunu qaytırsan. Ondan kalktın ahbu soraysan. Pulunu heclep buldum. Endi kan pulum yoktursa. Ha? Mal mülküne beni koysan. Ya ki, kotandaki mallarını satsan. Aka, o oynamaktı ben. Başka gün çıkanda hakiyan bir satsan. Yardım kılırsan meyli. İş kılıp benim pulum yok. Kanda kılsan meyli. Ama sen sot içip bir taraf kılımız. Ben bağmayım ben. Mecbur icra kılımız. Oşmakta! Mektepte kaytan mı? Oka! Dodam nim boldu, oşuklaptı o. Eşlim olmadı. Alim. Fakat iş günü mühlet vermem. Bomuşa sot açımız. Fukap geldi mi? Keldi.
Açıqlap bir nimalarni deb ketib qoldi. O pulni tayyorlabdimi? Nima pul? O pulning gapini qilmadi u. Abla. Ey. Hashim, nima qilay deysiz? Yemay kiymay chiqqan qo'limizga ozg'in narsa, buningga chiqilma. Agar belgilangan muddat ichida pulni topshirmasa, olimni nasbasidir. Tillaxon, men aks turib qarab tursam bo'lmas. Mening o qarab turib uni o'tqish tagim yo'q. O'ylab baxmamsiz. Bir oyda uyga qanchalik pul akirsiz? Uyimizda zapas pul bormi? Buningdiki mening qizmelimdan boshqa qog'ini mushu yillarda men kashta ishlab to'p tikib topgan ozgina pul o'g'limizni to'y ishi uchun atab qo'ygan. Bolamiz mushu yoshga kirguncha qanchalik ajr singdirdingiz, qanchalik kuyindingiz. Bolamiz bir yoshga kirgan yili siz butun bir qissa tushurdingiz. Uning o'pkisiga sovuq tegib qismisi o'rlab ketdi. Kichik qolgan ukingizga qaramasam texi bo'lmaydi. Yalqinni ko'tarib kechilik qum do'nglardan ahtilib qor kechib bir kecha yo'l yurib hozirgi bosh og'rig'ini tepib oldim. Men bilan uy tutib haqiqatan jafoda qoldim. Bir kun bo'lsa-mu turmushda rohatim ko'rib baxmadim. Hashim, nega varsiz? Boshqa bir amal qilib boqay. Yana nima deb kelding, ha? Mening sendek akam yo'q. Sochi bo'lib salaytim bilan deydigan edim. Hozir akam bo'g'ini uchun yana bir qatim nasihat qilay. Tezdan pulni qaytar. Buningdagi 6000 koy naq pul bilan oltin jabduqlarni yangan berdi. 8000 koyni to'ldirib, kechikkandimi at tushdim burun haqi qaytirib berdi. Hey, qara, motosiklet mintajga ketganiz keldi. O'shini loyiq qo'ymayman. Nima gapni qilmag'ana? Maqashtiraylik. Ha. Nimda keldingiz? Buni sizga keldim. Yo'q.
Nima deb menga yana bir narsa olasiz? Endi narsalarni alamayman. Xijil bo'lmang. Buni nayik borganda og'ash keldim. Bilamsiz, mening maoshim yuqori. Bu qanchalik nimati? Elang. Yo'q. Mamba texi. Oy. Men sizga yordamlashib qo'ylaringizni aytish beray, ha? Tillaxon. Yalqon. Nahidagi jig'im tugidimi? Men choy damlab beray. Bo'ldi. Midirmay yotqin. Baş ağrıqın yana qo'zg'alibdi-da. Koni kesal. Azroq yetib olsam o'ng'ishilib qolaman. Men bilan uy tutib, rostli chapatatdim. Har qatim og'rib qolganingda, yeningni bulolmadim. Nimalarni da'vatsiz? Apa, doğru keldim. Dada, qaytib keldingmi? Doğru keldim. Hozir ishimsa, ha? Nahiyaga yozgan xatni rasli selvatdingmi? Bu ishdan ko'nglim bir qismini bo'lib qoldi. Nayi rahbarligiga xat yozib, meni Noyilik sud mahkamasiga yo'tkab qo'yishni talab qilsan, ha? Men yana opam ishkilani o'yladim. To'limi bang'ashib ketibsan. Mendan yoshirib tashkiliga qo'l sunuqdek bo'ldingmi? Qancha qitim dedim sana. Esingdimi, men kichigimdan mishada qum kechib yurgan savatsiz yo'q bola edi. Tashkil tarbiyalab yetishtirdi. Siyosiy qonun maktabiga olib o'qitdi. Balam, odam nima uchun yashaydi? O'z manfaati uchun yashasa, buning nima ahamiyati bo'ladi? Angladingmi balam? Dada, deganlaringning hammasi to'g'ri. Biroq hozir qanchalik odam bunga ahamiyat berdi deysa, nima deyapsa? Boshqa ahamiyat beramiz mayli. Oishim oilasiga haqiqiy ahamiyat berish kerak. Cho'tkasini dadam sotchi. Dada, mening o'ylaydiganim opam ishkinglar, yashinib qoldinglar. Ham kasaljon. Jonga rahat muhit qolmishlar kerak-ku. Men to'liq o'tini bitirib, dehqon bo'lib yuribman-ku. Xalq meni ko'zga oldi, ha? Töhbə desək, 20 neçə yil işlədim. Endi məhrəman bolurğa vaxtın gəldi. Oldu qılınlar. Dadığımı, şundaq gəp qılamda. O bir gün sırtı jürüb, herib aran kəsə. Örgül. Örgül. Hı? Yaptılar. Sizga burala dedim-ku, ishimizning ishiga hozir men bir nim deyamayman. Siz nima bo'ldingiz, ha? Su elektr punktidagi sizni yana izlab keldim ya. Ha.
Biroq ikkimizning o'rtasida hech qanday ish yo'q. Ansab ketmasangiz bo'ladi. Örgül! Örgül! Bırak bir ayna aldı da siz bana bundan demik ettiniz. Meni majburlang odamlar qo'lini paqay bo'landi. Ketmey durun. Bunda qilmang. Toxtan, toxtab durun deyme. Git bunu de olay. Örgül! 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 Örgül gözünüzü için! Gözünüzü içirmeyin be! Örgül! Örgül! Örgül ne kıldım? Neyim kılmak size? Sen ben bile kanmay! Örgül kırap baka! Al bana! Al kızla! Oldu kız! Örgül! Örgül! Örgül gözümüzü içim! Örgül! Bu men! Örgül bu men! Ben! Hey! Kolunu tak! Koyuvet bunu! Bak! Kıra! Ben kasakım mıydım? Onun hayvanı kadar at! Ben adam bile görüşüme! Ne bu arkadaşa? Maşın hazır kıldı! Seni saçkanlık yapırım ben! Ayakta! Kaçtı! Oğlaylı! Yürü var! Oğlaylı! Tılakhan, sırtı çıkıp geley. Tamak yerilip mamamsız. Keşif kalganda. Oldu, mühim işim battı. Dada! Beni kutkusum al! Dada! Kim oldu bana? Beni kutkusum al! Aldırma sözler! Kim oldu? Ulan beni koklap gelip atıldı! Aldırma sözler! Tapma! Kim oldu? Ulan aldırma sözler bana! Aldırma sözler! Aldırma sözler! Hazır onun ahvalı kadar attınız neyme? Dadası, yalnız birli balanız. Onu amal kılıp kutkusum kıyla. Apa! Apa! Mana? Dada! Doktorlar! Menin hatalığım, günah bende.
Günah men. Olmasa muşundaq iş yüz veremdi. Nasıl menen kasaptım yalqın. Haşim, ornanızdan turup doğrunuzu içiverin. İşkim yok. Ben birden iyiydi olay. Tamak yemişsiniz, doğru içmişsiniz, kandak buludu. Ben nem buldum. Sakşırsam hiç iş yok. Bir ağırsam kopamay kalımen. Seni yence bat koydum. Kim? Men Fatime. Teşvik mutluğa kaçar. Haşimka çata hoptu. İkinci kentdeki Almanlık saklığıcı bayağı kelip ma'lum kıldı. To'xtay xotinni qo'shnisi bilan chattig'i bor deb gumon qilib, ularning kiyimlarini soldirib, o'ldiki to'riga bog'lab qo'yibdi. Nima? U yezning sotchilari uyimga kelib darhol sotqisin. Bo'lmasa u ikkisini o'ldirib bitman deb jar sotdi. Erilar ketdi. Sizning qanday qilamiz? Sen Mesutcan'a haber kıldın mı? Qildik. Yürü, ikinci kentga boramiz. Voy, Hashimka. İşkisi yok. Ağırıq dursanız, ikinci kenti jirak, yolu eski, qarangı düşüp ketdi. Bağımısınız bulam iki. Yürü. Bir 1996 yılı 9. ayının 6. günü keliş. Haşim vaqtni çın tutup tez yetip beriş üçün Zarafşan deryasından atlı geçip ötüp, Katarga qaramayıp bir qıdımlı qatılık vakasının aldını aldı. Qaytışıda charchab ketganning ustiga putlari qattiq og'rib, yurak muskuli yallig'i qo'zg'alib, yulg'unlikda yetib qoldi. Uygandınız mı? Aslı uygandınız mı? Ben bek korkup kettim. Top doğru 2 gün uxladınız. Ben ölüp qanmayman. Baladan xabar bormi? Tünügün Davut Şancan bilen Sojan kep ketdi. Ezizning yarısı ig'ir emasken. Arz qilmaydigan bo'pti. O'g'limizmi pat arda qaytib chiqadigan bo'pti. Sen birdam dam og'in. Men chiqib sho'rib qaytib akiray.
yerda turib olsanglar bo'lmaydi. Biz Hoshim So'kchi uchun yo'lda Hoshimning ahvolini vaqti-vaqtida yezlik hukumatga uqtiramiz. Buni ko'rib ketimiz. Chetday turib olsanglar xizmatimizga ta'sir etadi. Biz Hoshimni ko'rib ketsa qanday bo'ladi? Kechiringlar, ko'pchilik. Sinishinglar. Yurtdoshlar, Hoshimning ahvoli xeyli yaxshi. U uyg'ondi. Biroq teni pek ojizlab ketibdi. Uning o'rnida men sizlarga rahmat aytaman. Rahmat. Hoshimga bunchalik kuyligininglarga rahmat aytaman. Hozir uning kasallik ahvoli bektiraqsiz. Onunla ko'p gap qilmanglar. U asli kelyapti. Sizlar cho'qim barliq tirishchiliklarni ko'rsatib, uni davolab saqaytinglar. Tinchlikmi? Hoshim, Nahi rahbarlari sizni yo'qlab ketdi. Rahmat. Yo'ldosh Hoshim, rahmat. Siz bu chat qumliq rayonda 20 necha yil ishladingiz. Zo'r natija yaratdingiz. Salomatligingizni ko'zda tutib, sizni Nahiga o'tkazishni qaror qildik. Baya Wang Shuji Nahilik partiyamning qarorini uqtirdi. Sud mahkamasining rahbarlari bilan maslahatlashib, sizni Nahilik sud mahkamasining ishxona mudirligiga tayinladik. Avval davolning saqayganda xizmatga tushasiz. Rahmat. Rahmat. Tashkilning g'amxo'rligi rahmat. Men qumliqda o'sib yetilgan. Bu yerdan ketkim yo'q. U yer menga muhtoj. Men ketmayman deydi. Aka! Aka! Seni ağırlı geldin. Aka teşekkür. Yürü. Parmağı çık gel. Ha? Yürü. Hoshim uka, saqaydınız mı? Balnisdan chiqinimiz bek yaxshi bo'ldi. Yurtdoshlar yo'lingiz qarab qoldi. Bugun olaydan sizni ip ketkili keldim. Rahmat. Rahmat. Chiroq. Yaxshimsiz yo'ldosh Hoshim, yaxshimsiz. Rahbarlik Yalqonning Nahiga ko'rib xizmat qilishni qaror qildi. Ha? Mahkama rahbarligiga ko'p rahmat.
Ayşe Buka, maşinaga chiq. Ukamning arvisiga chiqaymi? Jiro. Hemen. Aka, mashinaga chiq. Ha. Eng nadir süzgüleki yuqori bo'lgan kinofilmlar yanada danglik film salonida. Salon qo'shnomimiz danglik film. Men bizning Hashim. Bu otni yana minalamdi yo'q. Ko'rib baqay deyman.